Assalomu alaykum Muhojir ovozi kanali obunachilari. Sizlar bilan Zokijon Qodirov. Biz sizlarga xudo xolasa bu videomizda bo'sh ish o'rinlari haqida ozgina to'xtalib o'tmoqchimiz. Bizda Rossiyani Donetsk, Lugansk, Mariupol degan bu yangi shaharlari, o'zingizlar bilasizlar, bu Ukrainadan Rossiyaga o'tgan shaharchalar bu yerlar. Shu shaharlarda hozir remont ishlari, qaytadan rekonstruksiya qurilishlari ketyapti. Shunga hozir bizga ish chiqish kerak, ozgina yetmayapti. Shunga firmamiz yangi ishlar olgan, yangi bo'sh ish o'rinlari. Birinchi chisladan uyog'iga уже ish o'rinlari boshlanadi. Bizga shunga hozir usta yaxshi ishlaydigan usta bolalar kerak. 400 ta 500 ta ish chiqishiga bo'sh ish o'rinlari ochilgan hozir. Bir 20 tadan oshiq dom olingan. Bir 100 tadan oshiq yer uylar olingan. Shunga keyin darojniy отдел ishlari bor. Bordyur qo'yish, asfalt bosish, shunaqa. Keyin nechtadir ham yana banisalar olingan. Nechtadir maktab olingan, nechtadir bog'cha olingan. Shunga hozir ish chiqishi kerak. Ish chiqishi demontaj qilinadi. Razный рабочийlar kerak bo'ladi. Ponni. Keyin shkaturshik bolalar kerak bo'ladi. Shkaturka, отделка, gipsokardon, kafel, mafel shu ishlarni qiladigan usta bolalar kerak. Keyin santexnik, elektrik bolalar kerak bo'ladi. Keyin tom, mягкий bor, krovli bor, krisha, metalocherepitsa. Shu ishlar bor, shunaqa ustalar kerak, shunaqa ish sohasi bo'yicha. Keyin bizga shu bordyur o'rnatadigan, asfalt bosadigan shunaqa usta bolalar kerak. Keyin svarshik bolalar kerak bizga. Akalar, iloji boricha shu videomizni kengroq tarqatamiz. Haligi ish izlab qiylanib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol bu shu videolarimiz yetib borsin, foydali bo'lsin. Oylik masalasiga keladigan bo'lsak, oylik masalasi har 15-chislada 30 mingdan avans beriladi. Oyda oxirida 30-31-chislada oyliklar yopiladi. Zaddeshga 2 kun, 3 kun xolos. Unaqa zaddeshkasi yo'q firmada. Keyin firmani sizlarga beradigan tomoni 3 mahal issiq ovqati bilan ta'minlaydi, yotoqxona ta'minlaydi, ishga kiyishga forma beradi. Avtobus ishga olib borib olib keladi sizlarni. Qonuniy. Agar ish joyi yaqin bo'lsa, o'zingizlar kirib chiqib yuraverasizlar. Shunaqa. Yotoq joyiga keladigan bo'lsak, firma yotoqxona qilgan binoga shu bitta xonani ichida 4 kishilik, 5 kishilik, 6 kishilik xonani katta kichikligiga qarab karavotlar qo'yilgan, ikkitagi hamma sharoitlar qilingan. Dush, tualet, hamma yo'q, kir mashinalarigacha qo'yib bergan. Hamma sharoitlari bor. Unaqalar sharoitlarni qilib, chotki qilib ana qilinadi. Oyliklarga keladigan bo'lsak, razный рабочийlarning oylig'i 70 mingdan 80 ming, 85 minggacha qilayotgan ishiga qarab yozib yuradi. Bitta brigadir pomni bola zo'r ishlayapti, yaxshi ishlayapti dedi. Oylik chiqqanda shunga qarab shu bolani oylig'i ashuna chiqadi. Shkaturshik, отделщик bolalarniki 90 mingdan 100 minggacha ustalar. 90 mingdan 100 minggacha yeb ichar yotog'idan tashqari sizlar qo'lingizga tegadigan oylik bu. Santexnik, svarshik, elektriklarning oylig'i 100 mingdan 110 minggacha oylik. Shu 90 ming nimaga yozilgan? Iyag'i 110 minggacha qilayotgan ishinglarga qarab oylig'inglar chiqadi. Shunga bizga svarshiklarniki ham xuddi shunaqa. Svarshik, santexnik, elektrik
ularni ishi shunaqa. Дорожный отдел, bordyor qo'yish, u bolalarning ishi ham 90 ming oylig'i. 90 mingdan 100 minggacha. Ularni ham qilayotgan ishiga qarab. Razna rabochiylarki, ularning ishi shu buzib, tozalab, uborka qil, ularning ishi shunaqa. Ularki shu 80 ming, 85 ming qilayotgan ishiga qarab 70 mingdan boshlanadi ularga. 70 mingdan boshlanadi. Shunga agar jilanasi bo'lsa, bolalar bemalol telefon qilinglar, birodarlar. Telefon nomerlarini videoda ostiga yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib vaqtida anaqa qilsa, vaqtida javob bera olmasak, WhatsApp, Telegramlar bor. Bemalol WhatsApp, Telegramlardan yozib anaqa qilinglar. Keyin sizlar masalan svarshi bo'lsa, svarshimiz biz moncha odamimiz manaqa deb bemalol ma'lumot qoldirib yozsanglar, biz keyin sizlarga javob berganda bizga ham osonroq, tezroq bo'ladi keyin. To'g'ri, biz haligi video qo'yganimizda nomer yozib qo'yamiz, vaqtida javob bera olmaymiz, unisi u deydi, bunisi bu deydi. Har xil gap so'zlar bor. Lekin hammasiga chidab Allohdan sabr qilib kelyapmiz. Bundan buyog'iga inshaalloh qo'limizdan kelganicha yaxshi foydali narsalarni sizlarga qo'yib yetkazishga harakat qilamiz. Hozirgi bu ish nimamizga hozir boshlanishiga 60 ta 70 ta bola kerak. Birinchi chisladan keyin uje ish o'rinlari ochilishni boshlaydi. Binolar topshirib beriladi, uje ish boshlashga berilgandan keyin u yog'i ketadi. 500 ta 600 tagacha bo'sh ish o'rinlari bor, ochiladi, xudo xolasa. Bemalol akalar, opalar, ukalar bemalol telefon qilinglar, WhatsApp, Telegramlardan yozinglar. Hozir mana ishlaydigan payt, ishlaydigan anaqa bo'lib turibdi. Ishlab oladiganlar ishlab olinglar. To'g'ri kelib, to'g'ri ketadigan bo'lsanglar, bu yerda muammo yo'q. Mana 1 yildan beri nashetdamiz, mana shu kanalimizda Marlupulga deb video qilgan ham birinchi bizni kanal bo'ladi o'zi. Aslida to'g'ri kelib, bu yerda to'g'ri ketadigan bo'lsanglar, birovni haqqiga nima qilmasdan, birovni xonadoni urush paytida tashab qochib ketgan, shunday ochiq yo quplab ketgan, yerda buzib kiryapti bir xilga bolalar, bir xilga sash ushalib qolib qamalib ketayotgani ham bor. Bekardan juvalmay bo'lib ketmasdan, to'g'ri kelib, to'g'ri ketib, haloldan pul topib kelaman deydigan bolalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, WhatsApp, Telegramlardan yozinglar. Halol pok kishida ishlab, pulimizni olib ketaylik. Beki olib turib, unikiga kirib, bunikiga kirib, anaqa qiladigan bo'lsak, o'zimizga ish oshadi, o'zimiz muammodan boshimiz chiqmaydi. Mabodo Xudo ko'rsatmasin, o'sha qo'lga tushib qolsanglar, o'zinglar uchun minus bo'ladi. Shunga akalar, jilanasi bor bolalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, Telegram, WhatsApplarga yozinglar, gruppa bo'lib iloji boricha birgada bo'lib kelsanglar ham yana ham yaxshi bo'ladi. Inshaalloh biz mana shu xizmatdamiz sizlar uchun bemalol. Mana shu yerda bemalol mana shu firmani a'zosimiz, mana shu firma bilan ishlaymiz anchadan beri. Sizlardan dokument muammo bo'lmaydi. Dokumentni ham firma o'zi oforment qilib qo'yiladi. Umuman patent to'lashim kerak, registratsiya qilishim kerak, u qilishim kerak, bu qilishim kerak demaysizlar. Shu hamma yo'ldan tashqari sizlar shu oiladan olasizlar. Dokumentinglar muammo bo'lmaydi. Dokumentni firma o'ziga oforment qilib qo'yadi. Komandirovchini kelib ishlayapti degan qog'oz nimaga kiritib qo'yadi bazaga. Bemalol borib kelib ishlayverasizlar. Xohlasanglar uyga borib kelasizlar 3 oyda bir, xohlasanglar 5 oyda bir borib kelasizlar, xohlasanglar 1 yilda bir borib kelasizlar. Bu endi yog'i o'zingizlarga havola. Lekin mana ish bo'lyapti, ish zo'r ketyapti. Mana shu hozir mana internetlarda ham rosa tarqalgan, eshitgan bo'lsanglar kerak, mazza qilib ishlashib, bolalar pulini olib jo'natib mazza qilib yurishibdi. Endi qaysidir firmalarda otilgan firmalar ham bor. Pulini bera olmay, dardishkada cho'zilib yurgan unaqa firmalar ham bor. Berib kelayotgan firmalar ham bor. Bizi firma Go'ristro firma. Eristro firma. Mana shu yerda vaqtida pulini berib, boshqa qilib
Gorostroy, Eristroy desanglar уже bu yerda Mariupol, Donetsk, Lugansk desa hammasi bu firmani bilamiz, ishlaganmiz deydi. Moskovskiy firmalar bor. 2-3 firma bilan shartnomamiz bor akalar. Kelasizlar, shunday pasport kopiyalarini olib bazaga kiritib qo'yamiz. Pasportinglar o'zinglar bilan yuraveradi. Yoninglarda bo'lsa bo'ldi pasportinglar. O'zinglar bilan yuradi. Biz faqat kompyuterga o'sha nimalarni tushirtirib olamiz, bo'ldi akalar. Oylik har 15-chislada 30 ming avans, 30-31-chislada oyliklar tushib boraveradi. 3 mahal issiq ovqat, yotoqxona, kiyim-kechak bilan ta'minlaydi. Sizlarda umuman rasxod degan narsa bo'lmaydi. Oylig'inglarni butun olasizlar, butun uyga jo'nataverasizlar. Ichkilik ish paytida mumkin emas, shtarab bor. Har ishni o'zini qonun qoidasi bor. Ish paytini o'zini qonun qoidasi bor. Qaysi paytda perikul qilib dam olib o'tirish kerak, qaysi paytda ishlash kerak. Sizlar ham halol pok ishlanglar vijdonan, pulinglarni halollab olinglar. Firma ham tezroq ashunga qarab ishini bitkazadi. Siz bilan bizga bog'liq. Ishimizni qancha tez bitirib, qancha harakat qilib, yaxshi tezroq bitirib nima qiladigan bo'lsak, bu firma ham ashuncha tez nimaga kirib boraveradi, оборотga kirib boraveradi. Uni soatni qarab, vaqtini qarab o'tkazib, kunimizni o'tkazib ish qilmasdan ana qiladigan bo'lsak, unda firmaga ham zarar keltiramiz, o'zimiz ham shu zararni ichida birga ketib qolamiz. Shuning uchun sizlar o'zimizga bog'liq qanaqa qilib ishlab, qanaqa pul olish, shunga akalar bizga yaxshi vijdonan ishlaydigan, yaxshi uyim joyimga deydigan, bola chaqamga deydigan yaxshi usta bolalar, shunaqa bolalar kerak. Bemalol aloqaga chiqinglar, telefon nomerlarini video ostiga qo'yib qo'yamiz akalar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Allohga omonatsiz, inshaalloh keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar.